Zangmi bu shunchaki kosmetika emas, bu teri parvarishi va chiroyli ko'rinishni birlashtirgan, natijasi bilan ko'pchilikni rozi qilayotgan Koreya mahsuloti. Zangmini kollagen va vitamin C maskalari. Kollagen maska terini chuqur namlaydi, taranglashtirishga yordam beradi va mayda ajinlar uchun ishlaydi. Vitamin C maskasi esa terini tiniqlashtirib, rangini ochadi va yuzga yorqinlik beradi. Zangmi penkasi makiyaj qoldiqlari va yuzdagi kirlarni chuqur tozalaydi, poralarni kichraytiradi. Tuxum ekstrati teriga silliqlik va lifting effekt beradi. Eng asosiysi yuzni quritib yubormaydi. Zangmi CC kremlari yuz rangiga moslashadi, yuzni tekis, silliq va tabiiy qilib ko'rsatadi. Og'ir tonal kremga o'xshamaydi, terini bo'g'maydi, kundalik foydalanish uchun juda ham qulay. Yuzdagi rang notekisligini yopib, sog'lom effekt beradi. Krem surilganda yuz rangiga moslashib ketadi va yuzni yorqin, tiniq ko'rsatadi. Tarkibida 50+ SPF bor, 72 soat davomida namlantiradi, yuzda yig'ilib qolmaydi. Zangmi yuz kremi yuzni chuqur namlantirib, oziqlantiradi. Kundalik ishlatishga juda ham qulay, chunki teksturasi yengil, terini yumshatadi, yuzni tiniqlashtiradi, dog'larni ochartiradi, yuzni taranglashtirib, mayda ajinlarni ketkazishga yordamlashadi. Eng muhimi, hamma yuz turiga mos keladi. Zangmi ko'z kremi ko'z atrofi uchun maxsus krem bo'lib, ayniqsa ko'z ostidagi ajinlar, qorayish va shishlarni ketkazishga yordam beradi. Krem teriga chuqur kirib, uni namlaydi va yumshatadi. Natijada mayda ajinlarni kamaytirishga yordam beradi. Natural Gold Peel kremi ajinlarga boteks effekt beruvchi ikonkali ampula krem hisoblanib, u ajin bor qismlarga surilganda boteks effekti beradi. Yuzni taranglashtirib, ajinlarni tekis qilib yoyib beradi.